Kelinglar birodarlar, bugundan boshlab ibratni o'zimiz beraylik. Bugun oila kechki ovqatda mabodo o'tirib birga yesa, hammasi yig'ilganda. Mabodo yig'ilib qolsak dasturxonning ustida ona zamondan o'chirib qo'yaylik-da, ovqatni yeb o'tirib, bugun bitta sahobaning hayotini gaplashaylik. Zayd ibn Horisaning hayotini masalan. yoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayotidan bir 3-4 ta bir lavhani ko'rib chiqaylik. Bugun siz o'qib bering kitobni. Ertasi kun onasi o'qib beringiz. Keyin o'g'li, keyin qizi. Ey domla, nima deyapsiz? Kim qiladi buni? Bo'ladigan gapni gapiring. To'ppa-to'g'ri. Bu bo'ladigan ish emas bu. Bo'ladigan ish emas bu. Endi mana shu ish bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin balobami bolamdan shikoyat qilib. Hozirgi yoshlarda psixikasida meni tinch qo'yinglar degan narsa bor. Qaytaraman. Hozirgi zamonda suvini, havosini olib o'sayotgan yoshlarda meni tinch qo'yinglar degan tushuncha bor. Nima demadinglar? Qo'ylar. Chunki mana bu hozirgi berilgan ta'lim xuddi shu suvni beryapti. O'zi uchun yashaydi faqat. O'zi uchun. Qayerdan olyapti bu narsani? Musulmon odam o'zini uyini jannatdan bir parcha qila oladi uyini. Birodarlar, hayot har qancha qiyin bo'lmasin, turmush har qancha og'ir bo'lmasin, topish tutish zo'r bo'lmasin, lekin mana shu xonadonni jannatdan bir bo'lakka aylantirish mumkin. Nima bilan? Allohning hukmini qoyim qilishlik bilan. Oddiy ovqat, faqirona jihoz, faqirona uy. Agar bu oilada xotinni erga, erda xotinga qiladigan muomalasi, otani farzandlar bilan, farzandlarni ota-onalar bilan qiladigan muomalasi Allohdan qo'rqish ustiga qurilgan bo'lsa, hayotda har qanaqa mashaqqati bu xonadon uchun hech narsa emas. Ammo millionlagan pulga olingan uyning ichidagi jihozlari falon pul bo'lgan uy, agar Allohni tanishlik asosiga qurilmasa bo'lgan aloqalar, bu uy jahannamdan bir parcha bo'ladi. Uylar bor birodarlar, Qur'on tilovat qilinadi, 5 mahal namoz o'qiladi, baqir-chaqir bo'lmaydi, g'iybat shikoyat bo'lmaydi, televizor tagida kechgacha qolib ketishmaydi. Bu qanaqa uy? Alloh va Rasul yaxshi ko'rgan uy.